Hop, bugun YouTube'ga video olamiz. Ko'rasizlar, sklatimizda formalar, butsilar, serop, formalar yengillar keldi. Asosiy bugun videoda ko'rsatamiz forma emas, yo'ylar. Mana ikkita korobkada juda katta nimasi bo'ladi? Mahsulot, juda ko'p mahsulot bor. Почти $2000 ga yaqin mahsulot shu korobkani ichida turibdi. Nimaligini ko'rish uchun videoni qachon ko'rdik, juda ham qiziq bo'ladi. Yengili, mana hali ochib ko'rmadim. Bilan birga raspakovka chek qilamiz. O'zi kichkina narsa o'zi, lekin juda katta ma'no beradigan, juda katta vid beradigan formaga narsa shuni ichida. Mana ko'rasizlarmi, patchlarning oxirgilari keldi. Bizda qolmaganlar, mana jahon chempionati chempion bo'lganlari, bular ikkinchi darajali. Mana jahon chempionatining qo'lidagi patch keldi. Bilasizlar, hammasi 15 mingdan. Agar o'zini olib ketaman desanglar 10 ming so'm, urdirib ketaman desanglar 15 ming. Daji mana Al Nasrdagi Saudiya Arabistonining patchlari ham keldi. Bu yerda logolar, buni olib tashlaylik patchlarni. Kim agar o'zini kiyimiga komandaning logolarini urmoqchi bo'lsa, olib kelsanglar urib beramiz. Bular ham bor. Maychudan olib tashlaylik, mana eski joy saralashki ham bor, kerak bo'lsa. Endi bu yerda zborniylarni formasiga nomerlari kelgan. Fransiyaniki mana ko'rasizlarmi? Due ketdi. Asosiy menga keragi Ispaniya kerak, Fransiya kerak. Wow, Ronaldo. Bu yerda mana Germaniyaniki Yamal. Ispaniyaniki. Mana shuni juda ko'p so'radinglar, mana keldi. Pastda logolari bilan. Palmer, Angliyaniki. Oh, bu yerda Milan ketdi. Kan bu anaqa. Keyin hozir chiroylisini olib sizlar bilan print qilamiz. Messi. Ko'pchilik ko'rishgan bu Messini ham. Pedrini qilsa bo'ladi. Pedrini oq formasini topamiz. Pedri oq formasi Ispaniyaning hozir juda ham kam qolgan. Hop, yana kimdan olsa bo'ladi? Olise. Mana Oliseni qilamiz. Birga sizlar bilan print qilamiz. Endi bunga formani topmasak, Ispaniyani oq formasida Asadga qatta bor ekan, ketdik, topamiz. Silajlarimizga bitta o'zingizlar baho berib qo'yaverasizlar. Qatta Ispaniya. Qatta deb ko'rdim shu yerda. Mana bu yerda bor ekan, Asadkamizda razmeri. Voy, 5x. Mana kichikroqga qilaylik, bitta necha razmer qoldi bu? 5xl qoldi. Bu S mana S. Böyle S ga shunga print qilamiz. Bu bilasizlar Lux formasi. Lux formasiga print qilamiz. Kattasiga o'zingizlar baho berasizlar. Tez orada bular keladi yana, assortimentimiz ko'payadi. Forma Lux'i 150 ming so'm, oddiysi bor 90 ming so'm. Hop, ketdi. Formaga zakaz bermay turaylik desam, aynan shunisiga nega desanglar, bunga bersanglar buni topishimiz qiyin bo'ladi. Chunki hozir yo'q. Tez sotilib ketdi juda ham Ispaniyani, ayniqsa Lux formasi juda zo'r sotildi. Даже 90 minglik ham zo'r sotildi. Mana taqildi. Pedrini olamiz. Original nomeri mana shunaqa bo'ladi. Tagida logolari bilan hozir bitta pichoq kerak bo'ladi. Pichoq oldik. Buni originalda shortiga bo'lmaydi, buni biz oldiga uramiz. Ikkinchisini. Hop, kesiladi. Kesdik. Qani bismillah. Pedri. Buzimiz joyida. Pedrini qo'yamiz. Hop. Metrni olamiz. Ketdi necha? Bu yog'i 10. Bu yog'i ham 10. Hozircha to'g'ri bo'ldi. Hop, bu yoqlar ham. Hop, ko'rsak, bu yog'i 5. Bu yog'i ham 5. Oh, yana qimillab ketdi. Bismillah deb uramiz endi. Gradus 160.
10 sekundda uramiz. Ko'rdinglar? Bilasizlar, sborniyda nomerlar oldida ham bo'ladi. Oldiga ham mana buni uramiz. 20 ni. Ovozga e'tibor bermaysizlar. Sizlar yana bitta urib olsak, ancha baquvvat bo'ladi. Buni kami qilamiz, mana urildi. Hozir juda ham chiroyli chiqadi. Forma yana hozirlar birga o'lisini urib ko'ramiz. Bu yoqda boshqa formalar ham bor bizda. Ketdi. Sal sovutib olishimiz kerak. Yo sovutib olmasanglar ko'chish juda ham qiyin bo'ladi buni. Hop. Ko'rasizlar. Bismillah. Go'shti mana. Orqa taraf tayyor bo'ldi. Qalay chiqdi? Pedri juda ham chiroyli chiqdi. Sifatli darajada chiqdi. Hozir men bunga qanaqa ham urib ko'rsataman sizlarga. Jahon chempionatini pachi ham bor edi. Hozir topib oling. Hop, bu yerda hozir deganlarning ichida qo'li uriladigan pachlardan formani qo'yib turaman. Hozir shu yerda ko'rildi ko'pach. Ha mana bir yoq qo'liniki. Bu bir yoq qo'liniki pachi. Yana hozirgi kak aytishyapti-ku, gaplarda har xil ikki taraf har xil bo'ladi deyishyapti. Yangi pachlardan qo'ldikmi? Hop. Jahon chempionatimizdan pachi qattiq edi endi. Video bizda undan. Operator ko'rinmayaptimi? Ketgan u. Bugun aynan shu ish qiladigan bolamiz dam olganiga hozir hamma yoqda sal badavana bo'lib topildi mana. Mana ketdik. Hop, buni yoq qo'liga qo'yamiz. Qanday kardonimiz? Kardon qolib ketdi. Ha bo'ldi mana. Kardon shu yerda ekan. Polnisliga full darajada birinchi marta bir serial bilan birga qilgan buni. Dazmol qo'ramiz. Tekis bo'lish uchun. Qalay, mana bu bittasi bir yoq qo'liga uriladi. Mana bu ikkinchisi ikkinchi qo'liga uriladi. Hop, bismillah deb buni uramiz. Qog'oz qo'yib olsak, formaga hech qanday shikast yetmaydi o'shanda. Ketdi. Aynan mana shu formamiz sizlarga agar lyuks oladigan bo'lsanglar, forma 150 ming so'm, print nomer, общий nomer komplekt 50 ming so'm, 200 ming, bularning har bittasi 15 mingdan 230 mingga aylanar ekan sizlarga. Mana bir yoq qo'liga qo'yildi. Hop, endi ikkinchi qo'liga uramiz. Bardak ahamiyat bermaysizlar, chunki hozir narsalar kelgan, hozir formalar kelgan. Hamma yoq do'konimiz bardak, ayniqsa skrat juda ham bardak. Hop, ketdi. Mana bu yoqqa qarab parallel urishimiz kerak. Bu yog'iga sal buriladi. Mana. Shunday. Ketdi. Mana har bittasi 10 ming so'm pacha, 5 ming so'm boshqa ishi 15 ming so'mga aylanadi. Mana buni hozir oldiga uramiz, formamiz tayyor bo'ladi, o'zingizlar bitta baho berasizlar. Bu yerda yana boshqa formalar bor, bularning hammasiga kelgan. Bekorga bularni osib qo'ymaganmiz, har bittasiga nomerlar kelgan. Mana. Forma tayyor bo'lyapti. Endi bitta oldiga ursak, formamiz полный, full tayyor bo'ladi. Kichkina razmer bo'lganiga sal qiyin bo'lyapti. Taqish mumkin, agar kattaroq razmer bo'lsa, bemalol taqib yuborsa bo'ladi. Braziliya, zaftariga.
Hozir biz mana buni Sardor og'amiz mana buni. Biz internetda ko'rdik. Buni urayotganda birinchi boshi xato qilamiz. Birinchi reklamada chiqarayotganimizda sonini o'rtaga urib qo'ygan ekanmiz. Aynan bu formasida oldidagi raqami mana bu yon taraf Adidas teg urilar ekan. Mana bu yerga urilar ekan mana. Mana mana shu yerga uriladi. Nimaga buni qog'oz qo'yasizlar desanglar, mana bularga shikast yetmasligi uchun mana shu qog'oz qo'yilyapti. Ketdi. Bu yerda ko'rdinglar mana Olisiya bor, bu yerda boshqalar hammasini bitta rasmga olib Telegramga joylab qo'yamiz. O'tib o'sha yerdan zakaz qilib olasizlar o'zingizlar. Yana kamera olganimizdan yaxshi ma'mulaga shikast yetib qolmaydi. Rostakasim bu forma full bo'ldi. Rostakasim full bo'ldi. Kim nima desa hosila ketdi. Yeshilkiga ham olib ko'rsatama. Eng maza qilgan joyi mana shu ko'chirayotganda maza qiladi odam. Hozir mana bundan bitta yeshilkani olaylik. Formani to'qamiz. Nima deysizlar? Qalay chiqdi forma? Qo'lidagi patchlari, aynan uni mana shunaqa qilib berishdi. Ustuni o'zida bo'ladi. Bilasizlar, lyuks formada 230 ming so'mga aylanar ekan sizlarga. Yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yinglar. Keyingi videolarimizda qolgan formalarga ham patchlarni urib sizlarga ko'rsatamiz. Hammaga rahmat. Elli sport bilan birga qolinglar.